Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli baliqchilar, biz mana bu 12 dekabr keldik mana bu yangi joyga. Ancha burun kelgan edik. Endi havo iliq, yaxshi, 4-5 daraja bor. Qalmalarni solib qo'ydik. Chuval tortib turibdi. Hozircha hech gap yo'q, bir natija bo'lsa albatta tanishtirib boramiz, lekin joylar yaxshi. Lokatsiya tashlamaymiz, ammo aytamiz, mana shu Mingbuloqda, xudo xolasa kelaverasizlar. Zo'r joy, suv ham iliq. Mana o'ng qo'limiz bu tomonda Sirdaryo mana. Sirdaryoning bo'yida. Bu yerda ko'p baliqchilar taniydi. Yaxshi joylar, bu yerda karas, sazan nihoyatda. Oldinlari ko'p edi, endi hozir bilmadim. Mana sherigim Oybegillo. Men ham tortyapti deyapti, ko'ramiz xudo xolasa. Malakani ham ana qilib qo'y, syomka qilib qo'y. Mana Malaka qo'shuvga o'tirdi. Malaka tortyapti, chuvalda. Bo'ylan tortyaptimi? Yo'q, chuval tortyaptimi? Tortyaptimi, Oybeklar? Mana loqa suv qo'shilyapti ekanda, qarang. Malaka muncha chekiga sog'aribsiz, ho'niyroqlarga bo'lmaydimi? Mana zo'r sayaz joyga solib qo'yibdi, ho'niyroqqa. Onam solib ko'rish kerak. Yig'ishtirish kerak. Yo'q, non. Endi keldi-yu. Qayoqqa boramiz? Yo'q, bo'ldi, mana shu yerda. Bundan yaxshi joy qayda topamiz? Mana karmushkaga qo'yib yuboryapti, aparish bilan chuvaljon solgan ekan. Oybek yaniklardan pastini olmaydi. Har doim qo'yib yuboradi. Oliyjanob yigit. Ketdi. Katta gonda ushlaysiz, a? Aytdim, aparishga anaqa bo'ladi. Dedim-ku. Bu karmushka ham yaxshi ishlaryapti, Oybek. Çünkü chaqiradi o hiydi. Hadi bismillah ala rasulillah. Bir yaqin bo'lib qopti-yu ular. Eko ilmag'iz. Taqsir Oybek pachin qildi. Kichkina karascha bo'lsa kerak. Qo'yib yubordi hali. Narbetlarda ham bor. Narbetdan borsa ham bo'lar ekan. Suv kecha ko'p edi ekan, bolalar aytdi-yu. Suv ko'p edi ekan kecha, maygacha bugun ozayib ketibdi-da, qani. Ha. Açık sayazı bo'lib qoldi, suv ozayib. Sen qal. Hali Ketib qoldi. Ha, yeb ketib shekilli bittasini harakat. Ha, bekarga tortmoqdi.
Ko'katlar ekan deydi. Ha, sal. Ya, Chuqur ekanda. asher chuqur ekan oqizib ketdi. Yo'li bor ekan, xolos chuqurda. Hmm. Ota, jazasi shuda. Endi ana bola aytdiki, tepada dedi, anaqa zabadinka to'xtab turgan joyi bor ekan dedi, ashadan keldi. Mashina choq qilib berib. Ha, tursin chinjinda. Manda ham tortaveradi, tortsin. Tamam, eshitdim. Yana mana qo'yib yuboryapti. Chunki kichkinasi chiqyapti. Shu chuval, purjina bilan chuval qo'yyapti. O'zimizni Oybegillo. Ha, undan kichikroq ekanmi? Karaschami, sazanchami? Anaqaga chiqyapti-yu, buni olib borishga demak bu menimcha karas. Bo'pti, salomat bo'lsin, katta bo'laversin. Mana. Ko'ringlar, bizda yarim kilodan pastini olib ketish yo'q. Hamma shunga amal qilsa, baliq xudo xolisa ko'payib ketadi. Yarim kilodan pastini qo'yib yuborish. Oybek, mana sizga hamma rahmat deyapti. Salomat bo'ling. Uni yaxshi bir kishi qilib beradi-da, ikki xili bor, qizili ham bor, yaxshi qiladi shekilli. 5000 mingimda chukib qo'ygan, 5 minglik qilib. Ha. Ash yetadi-da, yetadi-da. 3 minglik olamiz. Ular. Ha, yetadi-da. Ha, sapoylarsiz bor ekan, bemalol tushib sizga yaxshi ekan. Ha, sal dim joyga soldingiz, xudo xolasa. O'rnamadida. Bu ro'paringiz qanaqa eksir? Sayaz ekanda, ha. Oqmash kerakda, ha. Yo'q, hozir oqsa bo'lmaydi, turgani yaxshi bir joyda. Olgan o nari betga tushirasiz, bo'lmaydi, ilashib qoladi, yag'am bo'lmaydi. Toshingiz og'ir ekan, yaxshi ekanmi? Yengil bo'lsa ham oqizadi, og'ir, yaxshi ekan. Taqdirga baliq shartmi, zarur emas. Tashlavardim sizga. Ha, bittadan tashlab yubordingizmi? Oybek rekord qo'yib yubordi, tashlab yuboryapti hammasi. Tashlavar ekanmi, Siz hali Olijon opingiz, men hammaga aytishim kerak-ku. Muhabbat. Mehr ko'zda deydi-yu. Yarim kilodan pastini olmaydi deb to'g'risini aytdim-da. Mana bola bilar ekan ushlashni, hozir ushlayman deyapti, ko'raychi. Buni ham qo'yib yuborarsiz. Aparishga chiqyapti mana o'rtalar. Ko'rdinglar. Haligimda ham mana bunaqa bo'ladi-yu. Ha, Nima deydi? O'shularda ot poygasiga o'xshab biriga yig'ib hali qiladi. musobaqa qiladi. Musobaqada ham hamisha birinchi o'rinda oladi. Ana shunaqada-ya? Ha. Chuval solamidi unga? U o'zi xamir tayyorlaydi. Ha, ashin solib, ha, aytmaydi. Ashin solib oladi, ha. Usta ekanda.
Xuddi ko'changizga o'xshash. Kichkina ko'cha hovuzlarda o'sha yerda musobaqada qatnashar ekanda. Aka yomon mutaxassis. Anaqa shunaqalardan o'rgan bo'lsangiz yaxshi. Endi amma aytavermaydi-da. Yo, uni xamirda bergan. Endi Neydan olamiz? magazindan tayyor. Hozir qalmoq bilan sanashma suvollar, o'torlar. Kerakdan juda qalin ko'p. Yaqin qalin o'tib o'ynoq qilib yuboribdi-da. Hashida Insof bilan ek. rasaqati yaqin yuboribdi. Oltinchi qani? Mana u tushligi. Ha, ana ilashibdi-yu, qani? Ha, ruchka baliq ekan. Mana shu jinda. Aparishganmi yana? Chagana tutib o'rmaydi, to'plaganingiz ana bola. Qani? Baribir ash karmushkaga yaxshi kelyapti. Aparish kelyapti. Qo'yaver, yana chiqaveradi. Voy Allohim o'zingga shukr.